Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men minikar. Bugun men Hardcore'ning legendasini topib qo'yibman. Bu Hardcore'da ovoz chiqarib bo'lmaydi. Uni o'tadi. Bu Hardcore'da hamma narsa pushti qora. Bu o'yin juda ham qo'rqinchli. Va men bu o'yin haqida ko'p ma'lumot topdim. Bu o'yinda har xil turalar, g'alati narsalar qo'shilgan. Bu maxluq sizni kuzatib yuradi. Men bu ma'lumotni qayerdan topganimni, qayerdan yuklaganimni aytib o'taman. Sizlar ham faqat bu yerga mening shaxsan Telegram kanalimga, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Men 31 taga hali qanday obuna bir tirs qilib qo'yinglar qani. Mana va o'yin boshlandi. Sizni bunaqa g'alati kiyimlar, nima bu? Balki sizni kuyayotgan bir narsadir. Maxluq nima bu o'yinchoqlar? Bitirish mana bu Hardcore'da ham, survival'da ham birinchi legendani bo'lmish maxluqimizni ko'rsatib o'taman. Mana u endi yo'q. Sizni kuzatadi. O'yinda shuni bunaqa Hardcore'da do'stlar, bu maxluqlar sizni ancha-muncha kuzatadi. Sizni o'ldirishga harakat qiladi. Ko'zingizni katta oching. Bu mod ko'rinmaydi, ammo sizni kuzatadi. Qilgan narsalaringiz yo'q qiladi, imkoningizdan paydo bo'ladi. Men minikar Hardcore rol o'ynashni istaydi. Bu bunaqa narsa. Do'stlaringizni ko'rsatadi. Xo'sh, bu maxluq sizning yuradi. Men bu maxluqlardan uzoqroq yurishingizni talab qilaman. Bu modni men qayerdan yuklaganimni aytib o'taman. Men buni Artifact mod kanalidan yukladim. Modga har xil strukturalar bor. Buni bilmasangiz bilib qo'ying. Mana shu yerdan yuklab olishingiz mumkin.
aynan mana shu artif va kga ko'p odamlar xato qiladi. Kni inglizcha k qilishingiz kerak. O'shandagina bu Telegram kanal chiqadi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna.